Moskvadagi qizlarim, sizlar uchun bitta zo'r xabarim bor. Har dafar kelgan paytim obunachilarim Moskvadan, Rossiyadan yozishadi. Iltimos siz bilan ko'rishaylik, fan встреча yoki qiling, yoki просто chiqing, aylanaylik, ko'rishaylik deydilar. Har bitta odam bilan fizически men o'zim chiqib, uchrashib bilmayman. Birinchisidan erim qo'ymaydilar. Ikkinchisidan vaqtim unchalik ko'p emas, bilasizlar. Вот, nima demoqchiman? Men yaqinda skoro Moskva boraman. Bu как fan встреча emas, lekin sizlar meni ko'rmoqchi bo'lsanglar, qanaqadir kimdir men bilan video olmoqchi, kimdir meni ko'rmoqchi, kimdir men bilan gaplashmoqchi. Aniq vaqtini men sizlarga aytaman. Liba bu yakshanba kuni bo'ladi, lekin Buxoroda yakshanba kuni hammada oddix bo'lsa, Rossiyada men o'zim ishlaganman. Rossiyada naоборот приезжиlar ishlashadi. Shu uchun yozinglar o'zlaringiz. Yakshanba kuni sizlarga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Kim uchrashmoqchi? Agar yo'q bo'lsa, haftani o'rtasiga такой типа как fan встреча qilaman sizlar bilan. Вот, главный sizlardan kelish, просто kelish. Moskvani sentrida bo'ladi, liba bu Moskov City, liba же bu Kreml tarafida, men o'ylaymanki hammaga qulay bo'ladi Kremlda. Вот, ko'ramiz. Sizlar yozinglar, men ungacha o'ylab, sizlarga aytaman, yakshanbami yoki haftani o'rtasigami. Вот.